o'rnatish. Qattiq afsuslanasiz, issiqda o'zidan zaharli gaz chiqaradi. Nimaga tushunmadim? Natijnoy patolog o'rnatish. Qattiq afsuslanasiz, issiqda o'zidan zaharli gaz chiqaradi. Gaz chiqararmiz. Endi gaplashamiz. Dizayner akam, bilib bilmasdan gapirmang. Lekin shu joyda noto'g'ri gapirib qo'ydingiz. Birinchidan aniqlashtirib olaylik. Metan gazmi, propan gazmi, tabiiy gazmi? Qaysi biri chiqadi? Xo'p, gaz chiqadi deysiz. Gaz chiqqan joyga olov yaqinlashsa, yong'in bo'lishi kerak, yo bo'lmasa portlash sodir bo'lishi kerak. To'g'rimi? To'g'rimi? 100% natijnoychilar PVX mahsulotdan bo'lgan natijnoy patologga olov bilan o'rnatadi. Agar gazni hidni nazarda tutgan bo'lsangiz, 100 ming kvadratura natijnoy bor bo'lgan sexni 7 yildan beri ishlab kelayotgan odamlarni taniyman, ulardan birortasiga hech narsa qilmagan. O'zi gaz yetishmay turgan paytda natijnoydan chiqadigan gazni sotsa bo'larmikan? Xullas gap qisqa qilaman, dizaynermisiz, dizaynerligingizni qiling. Natijnoy borasida bilib bilmasdan gapirmang. Natijnoy bundoq deyishingiz natijnoy borasida ilmingiz yo'qligini ko'rsatib turibdi. Siz 4 milliondan oshiq odam siz bergan yolg'on ma'lumotni ko'rib qo'yibdi. Bitta yaxshi tavsiya beraymi? O'qing, o'rganing.